Devam ettirmez, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzudan birincisla. 2023 yıl 2 ayının 1. günü hepteki çarşamba. Endiki mavzumunda. Ma hazır sözlügen sözümüzün bir iki cümle bunu tekrarlarında aceplenmem vatandaş. Xi Jinping mağdığan yol kalmadı. Wang Yi bu katım yol tüzlemekçi oldu. Mavzula haber 1. ayının 31. günü ve torbeti ilan kılındı haber. Mındak başlan. Aldın günü sizlerge mavzunu tapşırgan edim. Şu mavzuların içindeki bir iki mavzumuş o. Xi Jinping katı kol taşkı siyasetini özgertmekçi bulup otudu. Lekin Amerika ve Garp dünyası Cungo'nun mahiyetini allakaçan körüp oldu. Hazır Cungo keynige kaytaydıysa mağadığan yol kalmadı. Rusya matbuatları mındak görsetti. Cungo'nun yukarı derecelik diplomatiya emeldarı Wang Yi yakında Moskova ziyaretke kelip Xi Jinping üçün yol açıdı. Bu da orada mutaxassisler mındak dedi. Cungo Kompartiyasının mağadığan yolu kalmadı. Cungo Kompartiyasının diplomatik faaliyetleri mühimi diplomatik desmaya arkalık iki kısımdaki xilma-xil krizislarni yoşuruş idi. Lekin agar reis Xi Jinping rostilla Rossiyani Moskovani ziyorat qiladigan bo'lsa, oila saymonlarini chaqib degidek, bu deganlik bu bir Xitoyniki kira nimasi ekan, vatandoshlarimiz turoqliq iborasi. Bari vaslini dot kep degandek. Bari vaslini dot kep Amerika bilan o'ttirida hammani oshkorlagan bo'ladi. Rossiya Vedemos gazeti xabarlardan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Jungo diplomatiya ishlarining mudiri Wang Yi 2 ayının 21. günü Moskova ziyaret kildi. Rossiya taraf bilan hozir ziyaret qilish kun tartibida muhokama qilyaptidir. Rossiya Sunniy Amra agentligi 1 ayının 30. günü Rossiya diplomatiya ministerligining xabarlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Xi Jinping bu yil bordi Moskovani ziyaret qildi. Hem de agentlik ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Bu ziyorat Rossiya Jungo munosabatida intayin zo'r voqea bo'lib qoldi. İki o'rinda tilga ilindi, iki xabarda tilga ilindi. Diqqat vatandoshim, bu ziyorat Rossiya Jungo munosabatida intayin zo'r voqea bo'lib qoldi. Jungo Kompartiyasini guragi elish intayin ahmiyeti enek bolgan intayin enek bir işte. Bu gapma qaltis gapkine bu qatim Jungo Kompartiyasi Moskovada gurag oladi. Bu qaltis gapga vatandosh. Bu shuning ma'nosi, kengrishi, tarihi, siljisi yoki merdiyan bo'lishi degandek xabarlarni qo'yib turaylik. Mazmunni nima deydi? Jungo Kompartiyasi gurag elish bu qatim Moskovada. Jungo Kompartiyasi gurag elish bunun ahmiyeti intayin aniqdir. Beijing Bahar jurnalının baş tahriri Qin Weijian 1 ayının 31. günü matbuat qımında ko'rsatdi. Xi Jinping'in Moskovani ziyorat qilishi buncha tez bo'lmaydi. Xi Jinping rostilla Moskovani ziyorat qiladigan bo'lsa, Amerika Jungo munosabati tutma-katang bo'lib ketadi. Para bo'lib ketadi. Yukarı turaklık ibarı müşitti. O çağda dedi Amerika Jungo münasibeti tutma-katang bulup gidiyordu. Para bulup gidiyordu. İşte devlet o'ttirisi da hamma narsa oshkoralanadi. Müşak bir savol qo'yib olay. Reis Xi Jinping'ning Moskovani ziyorat qilishi, shundoq Amerika Jungo munosibati tutma-katang qilib o'tdi. Lekin yana bir tarafiga qarang. Reis Xi Jinping'nin Moskovani ziyorat qilishi Amerikaning besimi orqali bo'layotganda qanday?
Moşu cümleni tahlil qilishdan o'zingizni aymang jumoshiga tahlil qiling buni keyin. Yana bir xabar. Prezident Joe Biden Reis Xi Jinpingni va Prezident Vladimir Putinni qislab keldi. Diqqat qilinglar, mana hozir nima dedik? Mavzuga qaranglar. Hammani oshkorlashga qislab keldi. Hammani oshkorlash qislab keldi. Mavzuli xabar 1-oyning 31-kuni Erkin Osiyo radiosidan Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Abdur Liang Jing mundaq obzor qildi. Prezident Joe Biden yaqinda ikki masalani hal qildi. Uning biri Germaniyaning va Yevropa ittifoqining Ukrainaga eg'ir tipli harbiy qurol-yarog' va tanka yordam qilishini qo'lga keltirdi. Uning ikkinchisi yana biri Gollandiyaning Jungo uzak texnikasi berishni, Jungoga uzak texnikasi berishni cheklash ittifoqiga kirishini qo'lga keltirdi. Bu ittifoq qaysi? Amerika, Yaponiya, Gollandiya. Jungoga uzak eksport qilishni cheklash ittifoqi qo'lga keltirdi. 2 yilda Prezident Joe Biden shu natijani qo'lga keltirdi dedi. Bu ikki qadamni besib Prezident Joe Biden Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning oldida hammani oshkorlaydigan qiyofatni ko'rsatdi. Bu hamda qaltis gap vatandoshlar. Başta so'zlab kelyapmizga. Masalan, Gingrich 2017-yili shunday degan edi. Chunki Amerika o'rtasidagi 80 yillik munosabatlar tarixi oshkorlandi, echildi degan edi vatandosh. Agar mush jumla bo'yicha mushaga muomala qiladigan bo'lsak, deymiz, bu ikki qadamni besib Prezident Joe Biden Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping oldida hammani oshkorlaydigan qiyofatini ko'rsatdi. Prezident Joe Biden nimishqa mushundaq bir paytda Xi Jinpingga eng sezgir bo'lib kelayotgan texnikani qamal qilish masalasida kuch ko'rsatishning darajasini davomli o'stirdi. Nimishqa o'stirdi? Gerçi Beijing yaxshi odam bo'laman deb o'zliksiz uchor tarqatayotgan bo'lsa-mu, nemishqa Prezident Joe Biden Jungoga qattiq qo'l soladi. Ya'ni nemishqa besim ishlatadi. Prezident Joe Bidenning qattiq qo'l solishini qanday tushunish kerak? Prezident Joe Bidenning Jungoga qattiq qo'l solishini qanday tushunish kerak? Bu suhbatdan burun baho talashishmi? Yani bu yerda bu suhbatdan burun baho talashishmi degani, ikkinchi ay meni kirdig'i 4-5 kundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qildi. Bu suhbat degan gap. Chunki ular suhbat ilib bordi degan gap. Shuningdan burun bu qattiq qo'l solish baho talashishmi? Yoki boshqa bir xil orqa ko'rinishmi bormi? Mana bu eng oxirgi jumla, halqaliq jumla ekan vatandosh. Mushu alomatlardan boshqa yana bir orqa ko'rinishi bormi? Nemishqa Prezident Joe Biden Jungoga qattiq qo'l soladi. Bugungi leksiyalarimiz en tuvanda ikki kalima muhokama vatandosh.